Bor davri. Tabriklaymiz, siz to'g'ri turni tanladingiz. Yura davraga borganlar hozir afsuslanyapti. Xo'sh, avtobusdan tushdik, bir necha nuqta. Bu yerda gul bor. Ha, yura davrida yo'q edi, bu yerda bor. Ya'ni bu davr chiroyliroq. Hid ham bor, umuman boshqa daraja. Va asal bor. Asalari endi paydo bo'lgan, ular hali unchalik uddaburon emas, lekin harakat qilishyapti. Hurmat qilish kerak. Endi T-Rex. Ha, u shu yerda, kutgan narsangiz shu edi, tushunaman, lekin yaqinlashmang. Bitta narsani bilib qo'ying, u sizni hidi bilan topadi. Hidlash qobiliyati juda kuchli. Ya'ni yashiringaningizni ma'nosi yo'q, u sizni ko'rmasa ham biladi qayerdaligingni. Va u sekin yugurmaydi. Kinodagidek mashinaga o'xshab quvmaydi, lekin sizdan tez. Lubochasiga sizdan baribir tez. Selfie masalasi, bilaman, siz olgisi keladi, luboy odam selfie olgisi keladi. Bitta maslahat, oladigan bo'lsangiz uzoqdan oling. Uzun tayoq bo'lsa, undan foydalaning va ovoz chiqarmang. Telefoningizda bo'lsa, bezovka qo'yib qo'ying. Bu tirik qolishingiz uchun juda muhim narsa. Triceratops bilan rasmga tushish mumkin. U o't yeydi, tinch, faqat shoxlari 1 metrdan uzun va u sizni tanimaydi. Ya'ni tinch degani yaqin borish mumkin degani emas. Ovqatlanish, bu yerda meva ham bor endi, uzum yo'q, olma yo'q, lekin nimadirlar bor. Nima ekanini bilmaymiz, ozgina yeb ko'rasiz, kutasiz, agar tirik qolsangiz, keyin qaror qilasiz. Boshqa usuli yo'q. Ikkinchi qismda qolib ketdingiz, avtobus ketingizdan kelmadi.